Bugun tarixiy kun. Islom Karimov haqida birinchi kitob turkiyalik do'stimiz doktor Islom Karimov haqida birinchi kitob yozdilar. Maqtanishman, bu kitobda birinchisi Tatyana Karimovnada, ikkinchisi esa menda. Yaqin akam bo'lgan Ismoil aka tarixiy notam tushibdilar men uchun, mana o'zlari o'qib beradilar. Sevgili kardeşim Timur'a, Eyvallah. ağzın kanla dolu olsa bile düşmanının yanında tükürme. O'zbekchasini aytib beraman. Sohibur Amir Temurning so'zini yozibdilar. Og'zing to'la qon bo'lsa ham dushmaningning oldida tupurma degan so'z yozibdilar birinchisiga. Ikkinchisi İslam Kerimov gibi vatanına, milletine, dinine ve ailene sahip çıkmanı dilerim. Eyvallah. Buni ham o'zbekchasini aytib beraman. Islom Karimov kabi vataningga, millatingga, diningga va oilangga ega chiqishingni tilab qolaman deb mana imzo bilan Islom Karimov haqida birinchi kitob.